Bir zamonlar Ibrohim alayhissalom Allohning amri ila Hojar onamizning kichik farzandlari Ismoil bilan sahroning o'rtasida Makkaga olib kelib qoldirdilar. U yerda na daraxt, na suv, na tirik jon bor edi. Ibrohim alayhissalom bu buyruqni Alloh uchun bajardilar va duo qilib ortlariga qaytdilar. Hojar onamiz esa yolg'iz qoldi. Ularning yonida ozgina taom va biroz suv bor edi. Vaqt o'tdi. Ismoil chanqay boshladi. Hojar onamiz esa isrob bilan suv izlab yugurdi. U bir tepalikdan ikkinchisiga, Safadan Marvaga borib keldi. 7 marta shunday qilganida Allohning rahmati jilva qildi. Ismoilning kichik oyoqlari ostidan mo'jiza sifatida suv otilib chiqdi. Bu Zamzam edi. Hojar onamiz suvni to'xtatib qolish uchun Zam deb aytdi. Shu bois bu muborak suvning nomi Zamzam bo'ldi. Bu suv oddiy suv emas. Bu Allohning mo'jizasi. Bu duolarga javob, bu umidning timsoli. Oradan asrlar o'tdi, lekin Zamzam hanuz oqmoqda. Bugun ham har bir haj va umra ziyoratchisi undan ichib qalbini poklaydi. Allohdan niyatlarini so'raydi. Biz ham sizni Alloh taolo marhamati ila shu ulug' zaminga kelib, Ka'ba atrofida ibodat qilish va Zamzamning shifoli, muborak ne'matidan bahramand bo'lishingizni tilab qolamiz.